Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa biz navbatdagi darvozamizni Quva tumani Xonobod qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Umidjon akamiz xonadonlariga. Darvozamiz razmerlari eni 344 sm bo'lgan, bo'yi 334 bo'ldi. Darvozamiz gibrid fasonda, kvadratini 1.550.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Darvozamizni materiallarini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, yog'och joylari to'rtlik neobraznoy yog'ochidan bo'ladi, rossiyskiy sasna. Darvozamiz rama qismlari 8 ga 4 profildan bo'lgan, ikkilik stinkada bo'lyapti. Chetlari ham xuddi shunaqa. Taglarini shviller qilib berdik. Darvozamiz gullariga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Xudo xolasa cho'tga chiqdi darvozamiz. Zamoglarigacha o'rnashtirib, nomerlarigacha qadab berganmiz. Xudo xolasa ochilib yopilishlari ham idealniy bo'ldi. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Rahmat hammaga. Like qilib qo'ying siz.